Sizlarda ham futbolda araschi bolalar bormi? Haligi taklifnoma bermasangiz yo kelishiga alohida gilamlar yozib turmasangiz futbolga bormaydigan. Ularga yarim soat oldin telefon qilib, "Ketdikmi futbolga?" desangiz, "Qanaqa futbol?" deydi. "Ha, o'tgan safar gaplashdik-ku, menga telefon qilmadilaring-ku" dedi. "Ha, o'tgan safar o'zimiz poliyada gaplashdik-ku shuni" desangiz, "Yo, telefon qilib qo'yish kerak-da" dedi. O'rta uyda bo'lsang, uyda o'tirib tur, "Men hozir taklifnoma ham olib senga" deyman-da. Ular yana haligi futbolda yarimida ketib boradi. Araslar bilasizlarmi? O'zi futbolda ketib borishda ikkita sabab bor-da. Birinchisi pul yo'q bo'lsa, ikkinchisi shu arazlashdan bo'ladi. U ketsa ketaversin, u ketishi bizga umuman muammo emas, lekin aynan odam yo'q payti ketib qoladi-da. Agar odam yetarli bo'lsa, u zaxirada chapakcha olib o'tiradigan bola. Yana haligi yutyap turganimizda ketmaydi u bola. Yutyap turganimizda umuman ketmaydi. O'ynaydi oxirigacha. Aynan yutkizib turganimizda o'yinim chiqmayapti, bahona topib ketadi.